Oxiri shu taksidan zakaz qildik mana 1 minutlik chiqadi. To'xta, ey. Zakaz qildik endi. Bir qiziqdik-da minishga. Qani mana ochdik. Yo bismillahirrohmanirrohim. Alyosh, qanday ketamiz unda? Qo'rqmasdan. Ye. Siz hayda bordim, ha? Lekin strashniy ekan. Charchamadingizmi, водитель? Qandaysiz? Kuniga qancha ishlayapsiz? Ha? Onunga tushib ketsa pul to'ladi biz. Jim. Qanday endi Los-Anjelesda hayotlar? Qancha topasiz ham? $500 deyapti. Rasxodlarni so'rasam, rasxod katta deyishyapti. Hozir qiynalgandan yo'q bo'lib ketyapman mana ariqlab deyapti. Kvartiraga to'la moshinga, страховка, telefon, продукта deydi, ishtimay qolmayapti deydi. Lekin prosta chiroyli shahar uchun shu yerda yashayapman deb aytyapti. Oti Jek ekan mana. Ha, Jek. Uni qizilda to'xtadi, lekin gap yo'q. Ha, 10 minut qolibdi borishimizga. Lekin lekin strashniy ekan, chestni. Oldingizda odam yo'q. Kuniga qancha topyapsiz? 500-600. 500-600 dollar ishlar ekan kuniga. Mana turibmiz. Ketyapmiz mana. Xullas 10 minutga 18 dollar. Kuniga ko'paytirib, oyiga ko'paytirib, yiliga ko'paytirgancha qancha bo'ladi?